Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, biz arzu-armonning bir kundala emas, balki ma'lum jarayonda ish oshirganligiga komil ishongan chig'imizda, ondan savrchanlikning chin ma'nosini tushunishga boshlaymiz. Savrchanlikning javhiri uni insoniyatga zo'rlab tangan vaqt jadvaliga yaqinlashtirishga urinish emas, balki hayotlikning tabiiy ritmini qabul qilish. Xudoga shukr, savrchanlik mana shunday narsa. Biz bundan xushal bo'lishimiz kerak. Bizning ichimizdagi nurg'un odam xizmat o'rnida qaltis hamkorlash ro'yiga ega. Ammo o'z uyining bo'sog'isidan atlab kelishi bilanla boshqacha bir odam bo'lib qoladi. Qaraganda biz tefe shuni tunib yetmagan bo'lsak kerak. Bizning jo'rimiz, bolalarimiz bizning tutgan amalimizga zotli qiziqmaydi.